Sizlarga 13 yillik muvaffaqiyatlarim sirlarini ochmoqchiman. Uzoq yillik mehnatlarim samarasi o'laroq yaqinda o'zimga Gelik sotib oldim. Ha, oddiysi emas, AMG'si. Boshqa mashinalarimdan zerikkanimda uni minib turibman. Odatdan har yili 50 ga yaqin davlatga safar qilaman. Bularning barchasi deyarli xizmat safari. Hamkorlar, yangi bitimlar, shartnomalar, ba'zida munozarali, bahsli ishlar bo'ladi. Bu albatta har qanaqa insonni ham charchatishi, toliqtirishi aniq. Lekin menda bunga yechim bor. Bahodirlar bo'tqasi. Men buni sizga tavsiya qilaman. Chegirma narxida atigi $999 ga sotib oling. Stop! Olindi. Yo'q, o'xshadimi aka? Aka, men sizni kuzatib yurardim. Lekin aktyorlik mahoratingiz bu darajada zo'rligini bilmasdim to'g'risi. Rahmat aka, rahmat. Qoyil. Bitta do'rdingiz aka. Aka, holi siz yana bitta dubl qilib olamiz? Yo'q, aka o'zi juda ishonarli chiqdi. Rahmat. Siz bilan ishlagandan xursandman. Rahmat akajon. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, nima qildik? Keyingi reklamamizni ko'raveramizmi? Keyingi mahsulot katta bo'lib chiqishi kerak. Odamlar ko'rganda sotib olaman deyish kerak. Aka, mana shu Rahmat aka. Chiroyli kadr Haligi iltimos. pulim yetmas ekanda sotib olishga. O'zi bu yaxshi narsami? Ish qilib ertaga o'bukam ichib olib, bir nima olib qolib, keyin men balosiga qolib ketmaymanmi? Bu yog'ini o'ylamang aka. Ha, bo'ldi. Xo'p. Keyin aka, bitta iltimos. Ano yo'lkiraga ham pul berib yuborasizmi? Hammasini ichida gaplashuvdik-ku. To'g'ri, ijarada turaman-da. Hozir bundan yo'lkiraga ishlatsam yetmay qolar ekan. Avtobusda bo'lsa ham ketaveraman, shunga Avtobusda? ha? Aka, mana buni oling-da. Aha. Umuman jamoat transportida 2 oy ko'rmang. Faqat taksida yuring. Xo'p bo'ladi aka. Yaxshi yetib oling, boy. Rahmat. Men qarang. Labay aka. Rekvizitlarni berib oling. Ha, uzr. Mana aka, iPhone, telefon. Hop, Soat mana aka. telefon. Yaxshi. Mana aka. Hop. Bu o'zim pulim bu. Rolex. Telefonim sizda-da? Ha. Telefoningiz ham bor-da, mana. Rahmat aka. Mayli. Bo'shsiz. Xo'p bo'ladi aka. Hop. Yaxshi ishlaylar. Hop, hali tayyorlansin. Keyingi mahsulotlar reklamasini olamiz. Hamma joy-joyiga. Aktyor, ha, sal o'ngroq. Ha, qo'lingizda mahsulot tushlang. Boshladik.